Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bundan adashmasam 1 oy oldin O'zbekiston teleradio kompaniyasida munosabat degan ko'rsatuvda ishtirok etgan edim. Xabaringlar bor. Yana taklif qilindik shu munosabat degan ko'rsatuvga. Xudo xolisa o'zimni chiqishlarim, o'zimning fikrlarimni bayon qilmoqchiman. Va albatta siz azizlarning fikrlari, vatandoshlarimning fikrlari menga qiziq. Iltimos mana shu videoning ostida o'zingizni qiynayotgan yoki bir qanaqadir savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, mana shu video ostida qoldirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Chunki sizni fikrlaringizni men bu yoqda bayon qilib, bir o'rtada bir ko'prik vazifasini bajarmoqchiman. Birgalikda kurashamiz demoqchiman. Ya'ni mavzu nima bo'lishi mumkin? Mavzu mana shu yo'llardagi tirbandlikni oldini olish. Nima qilsak yo'llarda tirbandlikni oldi olinadi va qanday holatlarda bizga, yo'lovchilarga va haydovchilarga yengillik bo'ladi. Mana shu mavzuni ko'tariladi. Va shu u joyda albatta yo'l harakati xavfsizligi xodimlari, hokimiyatdan kelgan insonlar va bir qancha faollar ishtirok etadi deb eshitdim va o'zimning fikrlarimni bayon qilish uchun siz azizlar bilan, obunachilarim bilan birgalikda maslahatlashib shu chiqishga qatnashmoqchiman va tayyorgarlik ko'ryapman. Buning uchun bizni taklif qilishdi teleradio kompaniyaga, O'zbekiston teleradio kompaniyasiga minnatdorchilik bildiraman, chunki bizni taklif qilishdi. Mana shu xalqning dardini va takliflarini olib chiqishda biz bevosita ko'prik vazifasini bajaramiz. Shuning uchun sizlardan iltimos qilardim, mana bu videoni befarq qoldirmasdan shu video ostida o'zingiz fikringizni qoldirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Rahmat.